Doniyor akajonim, baxtli bo'ling. Doniyorbek, ukam baxtli bo'ling. Alloh baxtini bersin. Yarim baxtli bo'ling. Yalla mana hamma kartejlar o'tyapti birinma-ketin. Bir bo'lakka o'shyapti, hamda tuzatishyapti. Kelan tomonga kirib ketyapmiz. Assalomu alaykum butun planeta desam hozir faqat menga hamma negativ yozsa kerak. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ko'toy, sizlar meni YouTube kanalimdasizlar. Bugun sizlar bilan noodatiy kontent qilamiz. Bugun Chortoqli Doniyor Ismoilov, Doniyor akamiz, yaqin akamizni to'y marosimiga ketyapmiz. Bugun polni to'yda xizmatda bo'lamiz. Undan tashqari mashhur blogerlar keladi, ular bilan ko'rishamiz. Hozir yo'lda G'ayrat Mahmudov, G'ayrat akam kutib turibdi. U bilan yo'lda ko'rishamiz. Mashhur blogerlar bilan joydar suhbat bo'ladi. Xullas, joydar kontent bo'ladi. Sizlarga yoqadi. Video boshlanishidan oldin bitta like bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar xursand bo'lgan bo'ladi. Podpiska tashlab qo'yisham esdan chiqmasin. Ketdik. G'ayrat akalarimiz orqamizda turibdi. Hozir tushib ko'rishamiz. Nihoyat biz Chortoqqa ham yetib keldik. G'ayrat akalarimiz bilmadim, yetolmayaptimi bilmayman. Cobalt ko'z hech kim yetolmagan-ku. Ular ham yetolmayapti-kan. Orqamizda kelyapti. G'ayrat akamga telefon qilib aytib qo'ydim. G'ayrat aka xotiromga kelavering, yo'lda radarlar yo'q ekan, gaylar yo'q ekan deb qo'ydim. Xudo xolasa, adashmasam bir 6-7 kilometr qoldi. Ha, shunaqa. Ozgina qoldi. Yo'ldamiz. Nihoyat akalar keldik. Joylar topish muammoda. Shunaqa to'yga kelsa bilasizlarmi? Sizlarda ham bo'ladimi? Shunaqa joy topish muammo bo'lib qoladi. Akalar, kuyov bilan ko'rishdan oldin, sizlar ham kuyov jo'ra deyiladi Namanganda ham? Ha, shunday. Kuyov jo'ra bilan ko'rishdik. Aka, to'yga tayyorgarlik qanaqa, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xullas, bu YouTube'ga qo'yiladigan kontent. Polni to'yda kimlar bilan ko'rishamizni birinchi bo'lib siz bilan ko'rishib oladi aka. Kuyov jo'ra bo'ladi, tanib olinglar. Ertadan keyin YouTube'ga chiqsa ham kuyov jo'rani tanidim deb ismini yozib keting. Ismingiz nima edi? Shohjon ismi. Shohjon aka. Shohjon akani yozib keting. Hozir endi kuyovni o'zi bilan ko'rishamiz. To'ylar qutlug' bo'lsin. Qanaqa o'tyapti tayyorgarlik? Tayyorgarlik va tashkiliy ishlar bilan bo'lib qoldik. Bunda qarasa, bugun Bo'ydoqlikning oxirgi kuni. Bo'ydoqlik bilan xayrlashyapmiz. Bir tomondan haligi kulgu sifat bo'lib gapiriladi. Bo'ldi endi tutilibsizlar unaqa bo'lma. Ertaroq uylangan yaxshi degan tarafdoriman men o'zim ham. Aka, hammaga bitta beriladigan savol, necha kun ko'chaga chiqmaysiz? 3 kunda ko'chaga chiqaman, xudo xohlasa. 3 kun. 3 kunda syomkada bo'laman. Gap. Bu video joylanadi, uje ertaga indinga joylanadi. 3 kundan keyin agar istoriyalarda ko'rinish bermasa, bilinglar, uje xullas, akalar to'ydamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.